Yuzingiz tiniq bo'lishini, 18 yoshdagi yosh bo'lishni istaysizmi? Har xil tonalkalar, pudralar sizga foyda bermayaptimi? Go'zallik ichkaridan boshlanadi. Men sizlarga bugun ichaklarni tozalaydigan, ichaklardan ortiqcha shlaklarni olib chiqib ketadigan, yuzingizni tiniq qiladigan va eng muhimi ozdiradigan ajoyib retseptni taqdim etaman. Buning uchun bizga 300 gram shaqillab qaynab turgan suv hamda 2 osh qoshiq jo'xori uni kerak bo'ladi. Suvimizga jo'xori unini solamiz va ustini yopib olib qo'yamiz. Suvimiz iliq holatga kelgandan keyin ertalab och qoringa ushbu suvni ichamiz. Bu jarayonni 15 kun davomida takrorlaymiz bir oyda. Bundan oshiq qilish mumkin emas va inshaalloh siz kerakli natijaga erishasiz. Ichaklaringiz toza bo'ladi, yuzingiz tiniq bo'ladi va eng muhimi ozasiz. Sizga maslahatim, buni boshlashdan oldin bitta taroziga chiqib oling, keyin natijani bilish uchun 15 kundan keyin yana bitta chiqib ko'ring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing hamda izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Agar shunga o'xshagan foydali darslar sizlarga kerak bo'lsa, meni 15-may kuni boshlanadigan marafonimda sizlarni kutaman. Marafonda shunga o'xshash foydali darslar, qiziqarli faktlar hamda chiroyli ozishingiz uchun yordam beradigan menyular kutmoqda sizlarni. Qolgan ma'lumotlar biodagi Telegram lichkada. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.